Salom. Ushbu videoda biz sizga ADS Consultancy saytida akkauntingizga qanday kirishni tushuntiramiz. Avval, sayt bosh sahifasining yuqori o'ng qismida joylashgan Mening hisobim bo'limiga bosing. Kirishdan oldin sizda akkaunt bo'lishi kerak. Agar hali akkaunt yaratmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish bo'yicha videomizni ko'ring. Barcha bosqichlar u yerda tushuntirilgan. Profilingizga kirish uchun akkauntingizga bog'langan email manzilni va parolingizni kiriting. Agar parolingizni unutgan bo'lsangiz, xavotir olmang. Parol esdan chiqdimi tugmasini bosing, akkauntingiz email manzilini kiriting va sizga yangi parol yuboriladi. Barcha maydonlarni to'ldirgandan so'ng, tizimga kirish tugmasini bosing. Va bo'ldi. Siz akkauntingizga muvaffaqiyatli kirdingiz. Ko'rganingiz uchun rahmat.